Oyijon, nima ovqat qilib qo'ying? Voy qizim, achchiqqina mastava qilib qo'ying, adijoningiz ham yaxshi ko'radilar. Oyijon, bo'lmasa shundoq hovlilarni supurib olib, keyin ovqat qilib qo'yaman. Ovqatingizni solib qo'yavering, men o'zim supurib olaman. Charchab qolasiz bolajonim, bora qoling. Voy qizim, yaxshi keldingmi? Tuzukmisiz? Bolam, qaynating hammasi yaxshimi? Oilang tinchmi? Yaxshidir. O'zi o'shalardan qutulib keldim oldingizga. Oyi, gapirmang o'shalarni. Oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Opajon, yaxshi o'tiribsizmi? Bugun nima ovqat qilamiz, opajonjon, oyijon? Bolajonim, siz kartoshka artib turing, hozir ikkalamiz birgalashib ovqat qilib tashlaymiz. Opajoningizga bir shiringina ovqat qilib beraylik. Oyijon, siz bemalol o'tiravering, opajon kelganlar, opajon siz sog'inganlar. Voy bolajonim, siz boravering, kartoshka artib turing, men hozir boraman qizim. Oyijon, siz sal g'alati olmasmisiz? Siz kelinga qanaqa muomala qilyapsiz? Meni qaynonamni bilasizmi? Menga qanaqa muomala qiladilar? Kerak bo'lsa, men ovqatlarini xonalariga qilib olib kirib beraman, oyijon, bilasizmi? Qanaqa qattiq qo'lliklarini bilasizmi? Kelinga bunaqa muomala qilmang, indamagan sari boshingizga chiqib sakraydi bu. Oyijon, chaqirdingizmi? Chaqirdim. Qayerda yuribsiz? Sizni uyingizda gulingiz yo'qmi deb, nimaga meni gullarimga qaramayapsiz? Chang bosib ketganini qarang. Mana bunda yuring, amma shvabra 4-etadan 1-etajgacha tozalab chiqing. Tushundingizmi? Oyijon, sal mazam bo'lmayapti, belim og'riyotgan edi. Sal turib qilsam maylimi? O'zi qizim to'g'ri aytgan ekan. Boshimga chiqib oldingiz, kelinni qattiqroq ushlash kerak ekan o'zi. Bilib ishingizni qiling tez-tez. Ha, singlim, ketyapsanmi uyga? Va assalomu alaykum akajon. Ha, uyga vaqtliroq boring, oyijon vaqtliroq kelarsiz deb aytgan edilar. Menga qara, singlim. Onamni ko'rgani kelyapsanmi yo urush janjal ko'rgani kelyapsanmi? Nima keragi bor bu onamga qayoqdagi gaplarni gapirib, kelinga qattim turing, balo-battar bo'lsa. Kelsang to'g'ri kel. Bizning tinch oilamizni buzmasdan bunaqa o'zingni oilangga o'xshatib, o'zingni qaynonangga o'xshab ketmagan onamni.